Mana buni qarang, mana bular kichkinasi mana mana. Hamma ko'rib oladi ko'zi bilan. Mana bu mayda. Ikkita narsani ko'zini oldiga keltirib olsanglar bo'ldi. Ikkinchi qoida ustida mashina ustida dog'i borini olasizlar, tamom. Uni обязательно qarab yurish shart emas. Bitta kelganning o'zi ham mana 4 ta 5 ta, to'g'rimi? Maydasini olinglar birinchi, keyin undan kichikroqini olasizlar, 3 ta bir xilmi qoldirasizlar. Bo'lmasa yana bittasini olib tashlaysizlar, 2 ta qoladi, tamom. Ishti guyda bu yerda. Hozir ko'ryapmiz, faqat mayda qolib turibdi hayotda-da. Pulni yirik to'kib tashlagansizlar yerga. Bu noto'g'ri bu narsa. Mana qaranglar. Nima turibdi? Nima qilasizlar sizlar? Qani aytinglar. Hamma o'zim chiqmayapti hozir. Bir to'xtang, shoshmasdan. Ikkalasini olib tashlayman, ikkalasini qoldiraman. Qaysi ikkalasini? Mana ikkalasini qoldiraman, uchalasi faqat mana bunday. Yo'q, olmayman. Ne olmoqda? Bo'ldi. Bu yerda nima qilasizlar? Hozir shu ikkita bo'lsa, hozir mana shunday turgan bo'lsa, mana bittani olib tashlab, u yoq turadi. Nechta qoldirasiz? Nechta qoldirasiz shu yerda? Ikkita qoldirsang bo'ladi deyapmiz o'zimiz. Qaysidan qoldirasiz? Ikkita kattani. Mana shu ikkalasi katta. Mana bu. Qarang, bundoq qarab ko'ring, qaysi biri sifatsiz shu. Mana ikkovini qoldiraman, mana ikkovini olib tashlayman. Pastda mana shu mayda ko'p qolib ketyapti, o'rtoqlar. Kim qo'yapti pastda? Pastda bizda bitta bola turibdi. Qani bitta bola bordi-ku. Qara. Hamma xato qiladi, lekin ko'rib olishing kerak mana mashinadan. Hozir spesialni hamma oldi ko'rsatayotgan esingda qolsin deb. Ikkita yaxshi turibdi. 4 ta turibdi, to'g'rimi? Ikkitasini olishing kerak bo'ldi. Tamom, sen nima qilasan o'zingni qiynab? Ertaga bu terimga qiyin bo'ladi mana men bilan. To'g'rimi? Bitta xatoni odam nodonlik bo'ladi. Ha deb xato qilaversa nodonlik bo'ladi, to'g'risi. Menga ham 4 talasiga o'sha vaqt ketadi, lekin buni olib qo'yishdan ikkalasi yilashadi-da. Asal unaqa qilmayapsizlar, ayrimlarni qoldirib yuboryapsizlar. Yirilarni olib tashlayapsizlar. Yirigini ham eng yirigini olib qo'ying 4 talarning ichida. Maylimi? Hamma tushunib oldi nima qilish kerakligini. Kerak bo'lsa har kuni bir marta qaytaramiz oldingizga kelib. Esda qolish uchun. Olmalar kichkina ekan, hammasini olib tashlaysizlar. Hammasini olib tashlaysizlar bir kichkina bo'lsa. Umuman qolmasin, kerak emas. Mayli, qolib ketsa quruq kuchini olaman. Mana bu yerda olish kerak bo'lgan 2-3 tasini olish kerak hammasini. Sizlar qolib ketyapti. Unaqa qilmanglar xatolar. To'g'risida vaqt o'tib ketadi hamma narsaga.